Salom alaykum. Onam aytgan qizsizmi? Ha, men. Men bor, uzr, kuttirib qo'ydim. Dastlabki mazasi bo'lmay qoldi. O'shanga zakazlarni o'zim olib tashlayotdim. Shu joyda ishlaysizmi? Ha, shu kichkinagina joy ochgan edim. Bu narsa yeysizmi, ichasizmi? Yo'q, men pasport yemayman. Bu joy o'ziznikimi? Yo'q, joyi arendaga olganman. Endi kichkinadan boshlayapman. Xudo xolasa kattalasharman. Xafa bo'lmang, kattalashganingizda o'ylana qoling. Siz meni xarajatlarimni ko'tara olmaysiz. Bizani oilamizga ham to'g'ri kelmaysiz. Qarindosh urug'dan oldida men pasportchiga turmushga chiqdi degan gapni ko'tara olmayman. Mayli. Men bor uzr vaqtingizni olganimga. Sizni olib qo'ying. Yo'q, rahmat. Mashinam bor. Xo'jayin, nima qilib o'tiribsiz yo'da? Ha, xo'jayin, tinchlikmi? Hayolingiz parishon? Doniyor ukam, bunaqa joyimda nechta bor? 4 bilan qo'shganda 16 ta. Men bilganim. Odamlarga hayronman. Usti-boshingga, mansabingga, ishingga qarab gaplashadigan bo'lib qolishdi. Ha, mayli. Men ham baxtimni toparman. Bor bog'liq narsalar emas ko'ngilga